Assalomu alaykum. Samarqand offroad jamoasi bilan Hazrati Bashir tog'lariga keldik. Adrenalindan bahramand bo'ling. Keling. Природа щедрая дарит красоту. Siyotlar. Hozir Lexus botsin keyin. O'tadimi yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? O, ketdi. Kapitka nomer 3. Lexus o'tolmadi. Qani, Trailblazer'ni ko'ramiz. O'zimizni Avtopro. Qani, Jem uyaltirma. Ye, bitta bilan chiqdi. Lexusni bunaqa sharmanda qilmanglar. Qani, bismillah. Voy. Nima unaqa bo'ldi? Oh. Bitta orqasidan letalaverиш kerak. O'tib ketadi menimcha. Qani? Hammasi nazorat ostida. Nimaga unaqa chiqolmayapti Salim aka? Bu balonni ofratkini qo'ymagan edik, shuning uchun chiqolmadi. Ha, vezdihodni qo'ysangiz nima shunday? Keyingi safar endi. Inshaalloh chiqdi. Voy. Qo'l mehnatida tortib olishyapti. Akajon, taassurotlar. Taassurotni shu bitta Lexusni tortgan joyim qo'yib bersangiz bo'ldi. Sizlardan minnatdorman. Boshqa joy kerak emas. Kerak emas boshqa joy. Sizga yo'q-da, mana o'tgan yakshanba kelgan edik. Bu odamga shu darajada yo'qdiki, bu yakshanba yana shu yerga jamoalarni olib keldilar-da. Inshaalloh keyingi yakshanba. Haqiqatan chiroyli. Kelishga arzigulik. Biz ko'p joylarga boramiz va u joylarni kategoriyalarga bo'lamiz-da. Bir martalik va bir necha martalik. Bu joy bir necha martalik joylar kategoriyasiga kirdi. Haqiqatan.